Men lekin shunaqa xursandman obunachilarimdan, yangi yo'lli klientlarimizdan. Menga shunchalik ishonch bildirib, videolarimga like bosib, shunchalik shashlarimizni yeb ko'rib, mijoz bo'lib qolgan insonlarning barchasidan alhamdulillah jigarlar. Mana shashlik, qarang mana. Bu yerda jazlarimiz pishyapti, bu yerda yog'sizlar, mana shu qiymalarimizni. Bu retseptga kelish o'zi bo'lmagan. Qo'limizdan kelgancha harakat qilganmiz, o'xshata olganmiz, o'xshata olmaganmiz, lekin babi qilaverganmiz, oxiri mana xudo xolasa mana yegan odamlar mazza qilyapti shashliklarimizni. Yedi-yu, kompot bo'ladi xolos. Hozir mana Saboyga, bozorga dehqon bozorlarga dastlab ular ham yeyishadi-da, keyin uyga kechib payt 4 ta, 5 ta, 8 ta, 10 ta ham olib ketadi. Juda ham xursandman. Hamma obunachilarimni yaxshi ko'raman, hammalarni yaxshi ko'raman. Misol uchun meni 65 ming ta auditoriyam bo'lsa, 65 ming 100 ta obunachilarim bor. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin. Hammalar nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, nima ish boshlagan bo'lsanglar, hammalar niyatingizga yetinglar. Ishinglarga omad tilayman, xudo xolasa. Sardor kafesi esa xudo xolasa hamisha sizlar bilan, akalarim bilan xudo xolasa biza ancha yil xudo xolasa dogovor qilamiz. Ancha yillar davomida mehnatda bo'lamiz, sog' salomat bo'lib tursak. Va dastavkalarni chiqazamiz, kuch-quvvat va eng muhimi duo qilib qo'yinglar. Xudo xolasa har doim xalqimizga yaxshi shashlik va yaxshi xizmat qilishimiz nasib bo'lsin. To'g'rimi bolalar? Bosinglar. Maslar bilan men hamisha xudo xolasa sizlar borsizlar, biza bormiz. Joninglar sog' bo'lsin.